Yur ketamiz. Sizning bu yerda nima ishingiz bor? Seni olib ketgani keldik. Nima sabab? Sen yo'qligingdan foydalangan itlar uyga bostirib kirishdi. Ustimizga tashlanishdi. Sen bu yerda sevgi, iltimos meni gapirtirma yur. Bosqin deysanmi, Gurdal? To'g'ri aytyapti. Politsiya kimida bostirib kirishdi. Biror narsa topishdimi? Kimdandir jarohat oldimi? Yo'q, hammasi joyida. Hech narsa topisha olmadi. Baribir o'lishdi. Kim qilgan buni? Kimning ishi? Aniq bilmaymiz hali, lekin bir gumonimiz bor. Borib, Eshref tek ekanligingni ko'rsatasan. Masalani hal qilasan deb keldik oldinga, og'a. Yaxshi, siz endi boringlar, masalani ertalab borganda ko'ramiz. Unday bo'lmaydi. Hozir biz bilan ketasan. Hoziroq. Qarang. Mendan nima istaysiz, ha? Eshref tek ekanligingni eslashingni. Yetimlarning boshiga o'tishingni, so'z berganingni, shuni istayman. Ertalab boraman dedim-ku. Kerak bo'lsa, Eshref, tonggacha shu eshik oldida kutamiz. Xohlaganingni qil, Gurdal. Kutinglar. E'tibor berma ularga, xo'pmi? Eshref, Gurdal haq. Sen bu dunyoga emas, o'sha yerga tegishlisan. Yana boshlaman deysan. Yolg'onmi? Ayt, bu yolg'onmi? Qara, bu seni dunyoing. Kun kelib baribir u yerga qaytasan. Unda men nima qilaman? Men butunlay yolg'iz qolaman. Yo'lini topaman. Shu yo'limi, yechimmi, Eshref? Ko'chaga chiqib dengiz bo'yidagi shaharchada yashaymizmi? Ikkalamiz ham bunday bo'lishi mumkin emasligini bilamiz-ku. Aslo bunday bo'lmaydi. Nima deysan unda? Menimcha bu tezroq tugashi kerak. Ehtimol ular ayni vaqtda kelishgandir. Ikkimiz uchun ham eng to'g'ri ishni qilishdi. Demak, bir-birimizni unutamizmi? Majburmiz. Axir biz faqat bir kechani birga o'tkazmoqchi edik. U ham bo'lmadi. Yaxshi ham bo'lmadi. Bu nima degani? Men hayotim davomida shu tunni izlab yashashni xohlamayman, Eshref. Menga qanchalik og'ir bo'lishini tasavvur qila olasan o'zi. Men sen bilan bo'la olmagan holda bu hikoyani ichida yashay olmayman. Seningcha oson deb o'ylayapsanmi, Nisan? Oson emas, bilaman. Xo'p, Lekin sen yetimlar bilan qurol o'rtasida tanlov qila olmaysan axir. Men hatto seni dunyoyingda tanlov ham emasman, tushunsang-chi, Eshref. sen men uchun qanchalik qadrli ekanligingni tushunmading. Tushunsam nima o'zgaradi, Eshref? Tushuntirsam ham o'zgarmaydi. Hech narsa. Mostbet bilan g'alaba qozoning. Qanday hujum? Bu fantastika! Bu g'alaba! Gol! Ajoyib! Ajoyib gol! Aql bovar qilmas ehtiroslar, aql bovar qilmas xursandchilik. Mostbet har qanday yutuqni to'laydi. Bo'lmaydi, Eshref. Nisan. Kechirasan.
Ketdik. Yaxshimisan? Qanchalik ahmoq bo'lganimni qara. Xotirjam bo'l, o'tib ketadi. Uyga bor, men orqangdan boraman. Muslim. Bir kun bo'lsa ham baxtli bo'lishni menga ravo ko'rmadinglar. Baxt degani shunaqa bo'ladimi, Eshref? Sen baxtni qayerdan bilasan, Gurdal? Bilaman. Qara, sen, men, professor, Muslim. Bizni birodarligimiz baxt, tushundingmi? Biz shunday baxtli bo'lamiz. Birodarligimiz buzilsa, biz baxtsiz bo'lamiz, Eshref. Sizlar mendan zerikmadinglarmi? Ha? To'xta, Eshrefdek. Endi boshlayapmiz. Siz kelmasdan oldin aynan shu tuyg'uda edim, aynan. Eshref, yetimlarni qoidalarini biz sendan o'rgandik. Sen bizdan ko'ra yaxshiroq bilasan. Yoqub ota nima derdi? Sevib qolish yo'q. Sevgi va oshiqlik yo'q. O'yin qoidalari bu, Eshrefdek. O'yin qoidalari. Menga qara, biz senga yomonlikni ravo ko'ramizmi? Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Senga jonimiz kerak bo'lsa so'ra. Agar bir soniya o'ylasak, Alloh bizni jazoimizni bersin. Men senga qasam ichamanki, biz seni o'ylayapmiz. Nimani ko'ryapsan unda? Ruya. Ruyani ko'ryapman unda, Gurdal. Rostdan ham tush ko'ryapsan, Eshref. Balki. Opa, qayerda qolib ketdingiz? Yaxshimisiz? Chiqdimdan xabar bormi? Yo'q, amirim, qidiryapmiz, ammo topolmadik. Telefonga ham javob bermayapti. Qochib ketgan bo'lsa-chi? Nega qochsin, amirim? Unda bu qiz nega telefonlarini ko'tarmayapti? O'ylab ko'rdingizmi? Bilmayman, amirim. Xohlaysizmi, qo'lga olish qarorini chiqaramiz? Qanday asos bilan? Qo'limizda dalil bormi? Yo'q, lekin Bo'ldi, chiqaver. xo'p bo'ladi, amirim. Hammasi juda ajoyib edi. Opajon, bo'ldi endi. O'zingizga keling, bunday qilmang, iltimos sizdan. Men sizni juda ham yaxshi tushunib turibman, lekin bu odam bilan bo'lmaydi, siz ham bilasiz. Bilaman. Ha, bilaman. Serdar yangilik kutyapti. Siz bu yerda nima ahvoldasiz-u? Ular nimani dardida? Eshitaman. Nima qilding? O'ylab ko'rdingmi? Eshrefni menga topshirasanmi? Men o'ylaydigan hech narsa yo'q. Eshref haqida hech narsa bilmayman dedim-ku. Qara, imkonni qadrla. Men senga yangi hayot bera olaman. Men aytadiganimni aytdim.
Agar Chegdem haqida nimadir bilmoqchi bo'lsangiz aytaman. Bo'lmasa bu mavzuni yopamiz. Bo'ldi. Mayli. Hammasi tayyor. Bugun shu yerga kel. Bu odam ham Eshrefdan ko'z uzolmayapti. Unga qaramagan bormi o'zi? Opa, lekin Chig'dem qayerda o'zi? Jonsiz, jimjit bo'lib ketdi. U nimandir reja qilmayaptimikan? Bir marta tuzoqqa tushdi, hozir kim biladi qayerda. Baribir yo bizdan qochadi, yo biz undan qochamiz. Baribir ehtiyot bo'lish kerak. Ha, o'sha telbani nima qilishi hech qachon ma'lum emas. Kel. Amirim, Sayfo keldi. Siz bilan gaplashmoqchi. Muhim emish. Bo'ldi, darhol ichkariga kirsin. Marhamat. Assalomu alaykum amirim. Va alaykum assalom. Sog'ayib ket. Sog' bo'ling. Marhamat, o'tir. Nima gap? Siz haliyam nima bo'lganidan bexabarsiz shekilli. Nima bo'ldi? Nusrat og'am o'ldi. Ya'ni uni o'ldirishdi. Kim qilgan deyishim kerakmi? Eshref Tek. Kim bo'lardi? Buni tasdiqlay oladigani bormi? O'sha menman. Bu menga foyda, ammo bu sizga zarar. U tarafini bilmayman endi. Sudda guvohlik berasanmi? Beraman. Eshref Tekni qo'lga olish qarorini chiqaring. Eshref Tek. Ha. Qotillik. Ha. Darhol. Keyin birga qahva ichamiz, a? Mostbet O'zbekistonning eng ishonchli bukmeykerlik kompaniyasi. Hoziroq ro'yxatdan o'tib, 3 million so'mga ega bo'ling. Uyg'ondingmi? Uxlamadim ona. Nonushta tayyor. Men senga chiroyli qahva tayyorlayman, o'zingga kelasan. Yo'q, kerak emas. Ishtaham yo'q. Biz ham boramiz. Sen nima qilasan? Yakob otaning oldiga boraman, dasturxonga. Zo'ru. Albatta bor. Seni joying o'sha yerda, o'sha dasturxonning boshida. Boshqa narsalarga bosh qotirma. Eshref, rasmchi keldi. Eshikda kutyapti. Gurdal yetarli, indama. Yo'q, aslo iltimos, bosim qilmayapman. Men haqiqatni aytyapman. Ba'zida og'amiz unutadi. Qisqasi, Farruh kecha uyga kelgan odamni va uning odamlarini tekshirtirdi, lekin hech narsa topisha olmadi, lekin bu pastkashlar endi chiqqan. Endi chiqqan deyapsanmi? Ular boshqa shahardan ko'chib kelgan bo'lishi mumkinmi? Ular kimning odami o'zi? Qanday jasorat bu? Soxta politsiyachi bo'lib uyimizga kirishdi. Eshref, senda qanday gumon bor? Bilmayman. Ko'ramiz. Mayli, charchamanglar. Zo'r. Og'am ishga kirishgan. Hozir hidni olgan, kimnidir topadi. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar. U boshini shu ishga solsagina, o'shanda ko'rasan. Hech kim bizga tega olmaydi, hech kim. Muslim, kel, dam o'ynaymiz. Dam emas, shaxmat deyiladi. Yangi suratlar bor, balki bu safar topgandirmiz. Yur, mashinaga o'tir. Kamarni taqma, vaqting kam. Bu-chi? Xo'p, bu-chi? Bular emas. Bu ham emas. Bular emas, hech bir yaqin ham emas. Eshref bey, biz noto'g'ri joyni izlayapmiz shekilli. Nima deganing bu? Faqat bo'ynidagi belgiga qarayapmiz. Balki olib tashlagandir, balki butunlay o'zgartirgandir. Unda bor doktorlarga, endi ishingni ham o'rgataymi? Topmaguningcha umuman ko'zimga ko'rinma. Bor, tush mashinadan. Endi bora qol. Och.
Nima gap? Nimani peshidasan? Seni dardingdaman. Ko'rib turibsan-ku. Nima bo'ldi? Ketaman deganding-ku. Fikrimni o'zgartirdim. Ha. Kecha bu hududdan shikoyat tushdimi? Otishma ovozi eshitildi. Lekin sizlardir deb tekshirmadim. Nima edi? Chiqdim eshit. Bu so'nggi ogohlantirishim. Uyimdan ham, atrofimdagilardan ham yiroq tur. Qanaqa niqob taqmagin baribir hidingdan bilaman. O'zingga qara. Kamida hidimni eslaysan. Bu ham nimadir-da? Sen meni qo'limda o'lasan. Mayli, Ashraf. O'limim sening qo'lingdan bo'lsin. Buni romantiklashtirma. Azobda o'lishing uchun ham qo'limdan kelganini qilaman. Men allaqachon o'lganman. Sen meni uloqtirgan kuning. Chiqdim seni o'ldiraman. Politsiyachiligingga ham qarab o'tirmayman. Bilaman. Lekin ayolga o'q uzolmaysan, buni ham bilaman. Men aytganimni aytdim. Agar birinchi bo'lishni istamasang, meni eshit. Yo'qol bu yerdan. Sen meni bir marta o'ldirasan, Ashraf. Men seni har kuni o'ldiraman. Ketdimi Seyfo? Gapirdimi, bilasanmi? Yaxshi. Jamoa tayyormi? Hammasi tayyor. Yaxshi, o'chiryapman. Ashraf keldi. Kadir, senga e'tibor bera olmadik. So'nggi kunlaringdan rohatlan. Seni sog'inamiz. Yaxshi, Ashraf. Ha, otam bilan gaplashaman. Shaxsiy. Bu yerda qol. Hech kim bizni bezovta qilmasin. Bo'ldi. Biz hali o'lmadik, Ashraf afandi. Hali o'lmadik. So'ngur, nima gaplar? Nima qilaylik, kutyapmiz. Kecha Jamila keldi, bugun men. Otachi. Kecha biroz yomonlashgandi, lekin bugun yaxshi. Ertaga tayyormisan o'zi? Ertaga bo'lsin ko'ramiz. Hozir borib ko'ray. Ota? Ashraf, xush kelibsan o'g'lim. Xush ko'rdik ota. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshiman. Hammasi senga bog'liq. Ya'ni senda hammasi ertaga barcha keladi. O'lsam ham ko'nglim to'q. Seni bir ko'ray degandim. Xayrlisi bo'lsin ota. Nima gap? Nima bo'ldi? Na siz so'rang, na men aytay. Men so'radim, aytishga majbursan. Men oshiq bo'ldim ota. O'sha qizmi? Ha, o'sha. Boshqa kim bo'lishi mumkin? Shunday edi. Xo'sh, Siz ayting ota. Yana boshqa gapim yo'q. men senga aytadiganimni aytganman, Ashraf. Bizning olamda muhabbatga tushish yo'q. Lekin sevgi degani bu. Na so'z eshitadi, na farmon. Yaqub ota kim o'zi? Agar bu dunyo podshosining farmoni bo'lsa ham nima foyda? Hech kimga aytmadim. Faqat sizga aytyapman. Dedimki, ota meni tushunar. Qara Ashraf.
yetimlarga bosh bo'lish hayotda faqat bir marta nasib qiladi. Muhabbatga tushish ham shunday. Agar sen menga aytsangki, ota, ruxsat ber, men boshqa hayot yashayman desang, unga ham rozi bo'laman. Lekin agar aytsangki, bag'rimga tosh bosaman, lekin yetimlardan ayrilmayman, unga ham roziman. Faqat shuni bil, qanday qaror qabul qilishingdan qat'iy nazar, men har doim orqangdaman. Rahmat ota. Yetimlarga qaraydigan odam topiladi. Kadir bor. Kadirmi? U ham mening qo'limda voyaga yetgan. Yetimlarni Kadirdek hech kim bilmaydi. Xayrli bo'lsin ota. Endi tezroq qaror qil, o'yla, fikr qil. Ertagacha vaqt kam qoldi. Xo'p ota. Ruxsat bersangiz. Bu mehmonlar qayerda turaydi? Bu ishni gurdallar hal qiladi. Eshrefni mehmonxonasida butun bir qavatni band qilibdi. Yaxshi bo'pti. Sen keldingmi, unda men ketay, balki biror narsa kerakdir. Nima gap? Nima deb gaplashdinglar? Maxfiy dedik-ku, sen ishing emas. Eyvalloh. Eshref makondan chiqdi. Quloq solinglar. O'sha amirni tirik qoldirmanglar. O'lishi kerak. Ha, Eshref. Farruq, yaxshilab meni eshit. Agar menga bir narsa bo'lib qolsa, ertaga vaziyat o'zgarsa, Yaqub otaning o'rniga o'tolmasam, sendagi barcha hujjat, yozuv, dalillarni hammasini yetimlarga yubor. Bu nima degani endi, Eshref? Meni eshitding-ku, bu juda ham muhim. Nega senga nimadir bo'ladi? Bo'lsa deyapman, Farruq. Eshref, qo'rqitma meni, iltimos. Qo'rqadigan hech narsa yo'q. Serial davomini hoziroq yangi TV ilovasida tomosha qiling. Ha, ustoz. Salom Nisan. Senga zo'r xabarim bor. Tayyormisan? Tayyorman. Qara, sen bilan yozgan yozuvimizni bir necha prodyuser do'stlarimga eshittirdim. Ularni biri grek edi. U odam hayratda qoldi. U sen uchun shu yerga kelmoqchi. Qachon? Hozir emas, ya'ni ertaga. Nima? Qara Nisan, bu juda jiddiy taklif. Ehtimol u bilan sahnaga chiqarsan. Bu odam juda muhim inson. Bu imkoniyatni qo'ldan boy berma. Ustoz, hozir nima deyishni bilmay qoldim. Hayron qoldim. Bo'ldi, tezda o'yla, menga aytarsan. Ular javob kutishyapti. Bo'pti.